Barchangizga salom do'stlar, sizlar bilan Super Daromad kanali do'stlar. Do'stlar, bugungi videolarimizni ajoyib bitta ilova orqali sarmoyasiz pul ishlash ko'rib chiqamiz do'stlar. Albatta o'sha ko'rsatmoqchi bo'lgan ilovaningizga kelsa, albatta shu videoning opisiyasida bo'ladi do'stlar. Hozircha opisiyadagi silkalar ishlamayapti, shuning uchun men Telegram kanalimga o'sha ilovaning silkalarini tashlab qo'yaman. O'sha Telegram kanalimga esa bu yerda mana bu yerda ya'ni YouTube kanalining biosida mana bu yerda Telegram kanalida bios qo'yganman. O'sha yerga o'tib Telegram kanaliga o'tib olib, o'sha yerdan bemalol ilovani topib olishim mumkin bo'ladi do'stlar. Endi hozir men ilovaga o'tib olaman. Va mana do'stlar, ilovaga ham o'tib oldim. Do'stlar, ko'rish mumkin, ilovamizning ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Albatta bu ilovaga kirganlarda sizlar ro'yxatga o'tishga kerak bo'ladi. Ro'yxatga o'tish uchun esa albatta bitta email orqali ro'yxatga o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Google'da tanlab. Va ilovamizga kirgandan keyin sizlarga ham shunday oyna ochiladi. Bu yerda masalan chapda, ya'ni o'ng tarafda tepada burchakda mana bu yerda coinlarimiz yozilib turibdi. Masalan 1256 ta coin bu hozirda 0.12 sentga teng bo'lyapti. Keyin do'stlar, bu yerda bo'limlari, keyin o'yinlari bor. Mana bu yerda masalan har xil o'yinlar, ya'ni vazifalar bajarib ishlaymiz bu yerda. Qisqa qilib aytganda har xil vazifalar, masalan bu yerda boshdan bu chap tarafdagi bo'limlarni tashlab chiqaman. Bu yerda masalan akkaunt, boshqa, ya'ni mana shu akkauntimizning o'zimizning profillarimiz va boshqalarni ko'rish mumkin bo'ladi. Bu yerda keyin reklamalar ko'rish bor. Endi do'stlar, bu yerda mana bu bo'limlari bor. Fail spin, ya'ni buni ustiga bossak kunlik 1 marotaba aylantirish imkoniyati beriladi. Men boya aylantirib olgandim. Keyin bu yerda mission, ya'ni bu yerda har xil o'zining nimalari bor. Ya'ni mana bu yerda bossak, masalan o'zi yozilib turibdi, nima qilib mana shu coinlarni ishlashimiz haqida. Masalan bitta reklama ko'rishimiz evaziga o'sha coinlarni beradi, o'zining coinlarini. Masalan bu yerda ko'p, umuman ko'p ko'rish mumkin. Account balansga o'sha 100 ta coin yetkazganda bu adashmasam уже 576 coin sizlarga bonus sifatida berilar ekan. Va boshqa bonuslarni ham olib olish mumkin bo'ladi. Keyin reward bo'limlari bor. Bu yerda masalan o'sha masalan qanaqadir bunda ham level bor. Masalan o'zining vazifalarni bajarib boshqa qilsanglar уже o'sha nima deydi, bir monetalarni oshirgan sayi bu yerdagi mana bu nimalar urinlar desak ham bo'ladi. Urinlar oshib bo'ladi. Keyin active bonus content bo'limi bor. Bu yerda masalan kimlar birinchi o'rinda turgan bo'lsa, o'shalar ko'proq monetalar ishlaganlarga bonus ham beriladi. Keyin events bo'limi bor. Coin tipli app, keyin masalan bu yerda mission bor ekan, ya'ni qanaqadir o'sha bu hozir ko'rsatib o'tganim ekan. Keyin promo kod degani bor ekan. Bu yerda promo kod desa, mana bu yerda o'sha Facebook va mana bu yana bitta sayt orqali olishingiz mumkin bo'lar ekan. Promo koddan ham bonuslar beriladi. Shunday qilib bu ilovamizda pul ishlash mumkin bo'ladi bonuslarni olib. Keyin bu yerda Master bog' bor. Ustiga bossak hozir bizga aylanadi. Qanaqadir o'sha moneta beradi. Buni ham boya olgandim. Keyin daily strike degani bor ekan. Bu nima deydi? Bu hozir ko'rsatib o'tganim o'sha o'zining bonus o'yinlari desak ham bo'ladi. Keyin bu yerda yana bonus bo'limi bor. Ustiga bossak bu ham hozir ochiladi. Buni ham hozir ko'rsatib o'tgan ekanman. Keyin oxirgisi bu nima ekan? Hozir ustiga bosib ko'ramiz buni ham. Adashmasam buni ham tushuntirib o'tdim. Bu yerda masalan dollar coin tanlashimiz mumkin bo'lar ekan, lekin u yer hali unchalik nima emas. Asosiysi bu yerda biz mana bu o'yinlarni o'ynashimiz kerak. Boshqa asosiy bo'limi yo'q. Mana bu yerda masalan o'yinlarni yuklab olasizlar, xohlagan bitta o'yinlarni. Masalan bu yerda ko'rish mumkin, mana shu o'yinni yuklab olib turib vazifasini bajarganlarga sizlarga $5 60 sent berar ekan. Keyin $8, $119, ya'ni $120, $161 har xil o'yinlari bor, lekin albatta puli ko'p bo'lgani sari o'sha nima deydi, anuzi ham oshadi, ya'ni vazifani bajarish imkoniyati ham sal ko'proq bo'ladi. Masalan bu yerda mana bu o'yin bor. Agar o'ynab ko'rgan bo'lsanglar, bu normal o'yin, o'sha zerikkan paytlarda kirib o'ynagani.
masalan mana shu o'yin ichida 500 ta coin to'plasanglar sizlarga mana bu 0.03 sentini berar ekan. 5000 ta coin to'plasanglar 0.36 sent, 10 mingta to'plasanglar 0.1 sentga yaqin. O'sha mana shu mana shu qisqa qilib aytganda mana bu coinlarni to'plagan sari o'sha balanslarga o'zi qo'shib boriladi. Har 24 soatda tekshirilib 15 kun ichida mana shu vazifa bajarib bo'lishi kerak ekan. Keyin yana boshqa o'yinlar ham bor. Bemalol o'zlariga ma'qulmi kelib o'sha yuklab olib ko'rib o'ynab, ma'qul bo'lsa o'sha zerikkan paytlarga kirib o'ynab tursanglar, o'sha 15 kun ichida masalan bitta o'yinni vazifasini bajarib bo'lmasanglar ham, masalan 50% ni bajarsanglar ham, o'sha sizlarga masalan 1-2 dollar ishlayman bo'lsanglar, o'shandan boshqa o'yinlarni ham yuklab olib o'ynasanglar, shu oyiga passiv daromad olish mumkin bo'ladi. Ya'ni 50 dollar, 100 dollargacha ishlash mumkin bo'ladi 10 dollardan. O'sha oyiga nima deydi, yaxshiroq ishlasanglar albatta shu 10 dollardan 100 dollarga oralig'ida ishlash mumkin bo'ladi, yoki yaxshiroq harakat qilsanglar albatta 200-300 dollar ham ishlash mumkin bo'ladi. Bu yerda mana bu kripto miner va boshqa yana mana bu yerda o'tkazsanglar mana bu kattaroq coin beradigan, ya'ni ko'proq coin beradigan ilovalar ham bor do'stlar. Keyin do'stlar o'sha ishlagan coinlarimiz aytib o'tganimdek mana bu yerda o'sha coinlarni ko'rib o'sha o'zi dollarga hisoblarni berib turadi. Keyin pullarni chiqarish uchun mana bu yerdagi 3 ta chiziqchani bosasizlar va bu yerdan akkaunt ustiga bossanglar, bu yerda mana settings keyin referalniy bo'lim bor. Bu yerda referalniy silkalarni olib o'sha do'stlaringizga ham tarqatib yana qo'shimcha bonuslarni olish mumkin bo'ladi do'stlaringiz ishlagandan ham. Bu yerda keyin pullarni yechish uchun cash out degani bor. Cash out ustiga bossanglar, masalan hozir cash out ya'ni pul yechish oynasi ochiladi. Bu yerda ko'rish mumkin Bitcoin, Dash, keyin Dogecoin, Litecoinga pul chiqarishimiz mumkin bo'lar ekan. Adashmasam 5% komissiyasi bor. Keyin o'sha bu yerda masalan sizlar qaysi serverga, masalan Litecoinga chiqarishni maslahat beraman. Pul chiqarganda masalan endi xohlasanglar Dashga yoki Dogecoin, Litecoinga, lekin Bitcoinga albatta chiqarishni maslahat bermayman. 50 mingta coin. Lekin keyin shu boshqa kriptoda chiqarib Bitcoindan boshqa, masalan bu yerdan Litecoinni bosasizlar yoki Litecoinni bosaverasizlar. Masalan bu yerga minimal 30 mingta coin ekan. 35 mingta yo'qsa, masalan 30 mingta coin yozasizlar va bu yerga Litecoin adresini yozasizlar. Keyin parol degan joyga esa parollarni yozib kelishlari kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu saytlar, ya'ni mana shu ilovalar ro'yxat o'tganlarda o'sha parol so'raydi. O'sha parollarni bu yerga yozib o'tib, bu yerdan submit withdrawalni bosinglar, sizlarning pullar adashmasam 48 soat ichida hisobingizga kelib tushadi va albatta bu coin tipli hozirda 100% bilan to'lab bermoqda. Bemalol kirib ishlash mumkin bo'ladi. Albatta o'sha bu coin tiplining, ya'ni mana shu ilovaning silkasi albatta shu videoning ya'ni Telegram kanalida bo'ladi do'stlar. Do'stlar bugungi videolik shu yerda iborat edi. Albatta bu ilovamizdan ham o'sha millionkasini yurganida video qilib chiqarib albatta Telegram kanalimga o'sha pullar kelib tushsa Telegram kanalimga chekini tashlab keyin video qilib chiqaraman do'stlar. Do'stlar bugungi videolik shu yerda iborat edi. Agarda video yoqqan bo'lsa bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.